Assalomu alaykum azizlar, qanaqalar, yaxshimi? Obdan turyapsizlar. Bugun biz Qumrasqan shahar romanining davomini o'qishni davom qilamiz. 14-bob. Qisos. Supurgi bir amallab arqa yo'llar bilan shahardan qechib chiqib olgan edi. Shu topda u eshikini ha deb tiqimdab, ochiqida uningga nimalarnidir deb vaqirab ittik ketib boradi. Sen lanati kecha meni qanchalik avarchiliklarga sog'inani bilamsan deb vaqiraydi u eshigiga. Shaharda qirg'inchilik bo'layapsimi, sen aqlsiz tizek purab, ig'ilma-ig'il qatirab tuqqanlaringni yo'qlab yur. Beg'amlar shaharning ishki bo'lgandan keyin hech bo'lmaganda bir ikki dushmanni bo'lsin tishlab tepib yiqitishing kerakdi-da. Men seni izlab tepib vaqcha qancha lashkarlar bilan bo'g'ishdim. Qanchadan dumba yeb jinimdan ayrilg'il tasliq oldim. Sen aramzoda, aqcham men o'lsam, ondan xohlagancha qiyg'itadigan bo'ldim deb xush bo'latding-ku deyman. U chaqda lashkarlar seni tutib olib, ustingga bo'lib olgan o'ljilarini bo'lishiga otib, tex ustingga o'zlarini minishib olib, bellaringni o'qyaning yoydek egib etgan bo'ladi. Qilgan yaxshiliklarimni unutib, beshimga kun kelganda sen meni dushmanlarga yolg'iz tashlab qo'yding. Shu topda butun badanim siyqirab og'rib turibdi. Esingda olsun, shu qilganlaring uchun endi manzilga yetmoqchi ustingdan tushmayman. To'xta, sen qayoqqa qarab ketyapsan? O'tgan yili borgan qo'g'illiqni o'zing shapaq yegan yerni jeb unutmaydi ekansan, ha? Beshingni mana bu tarafga, quyoshdan ulug' deb atiladigan yili qonxo'r shahrining poytaxtiga qarab yur. Biz ana shu baloyi betarlarni tug'dirg'uchilarning o'si bo'lgan So'rin Talat shahriga yana bir berib oldin qiyli xon lashkarlari bog'lab ketgan yantoq oqsoqolni izlaymiz. Vayron bo'lgan yurtimizni qayta dasturg'izish uchun elning yaramliq bir beshi bo'lishi kerak. Elgi bosh bo'lmoq haqiqatan ta'sir o'xshaydi. Qara, biz bir buvoqni shohliqqa ko'rsatdik, dushmanlar ustimizga bostirib kelib, yuzlagan narasidining kollasini ap tashildi. Bu palak qandoqsiga cho'gilgiltuda. Ajab biz o'zimizga podshoh ko'rsatsak bo'lmog'idakmi? Yenil yantoq oqsoqolni izlaganimiz durustda qiladi. U o'z shahrining beg'am puhralarining mijozini obdan bo'ladi. Uningmi beshidan ko'p ishlar o'tdi. Endi qaytib kelsa shaharning atrofini egiz sepillar bilan qo'rishsa, haqiqiy podshoh bo'la oladigan kishini balkim u o'zi ko'rsatib bera. Kim biladi? Jallodlar balkim uningmi kallasini elib sepil ustidagi yog'ochlarga sanjib qo'ygandi. Qadimingni aymay bas eshak. Kechikishning o'zi fursatni qo'ldan berish bilan baravar. Hech bo'lmaganda biz yantoq oqsoqolning ballarini o'sim uchirtamiz. Lashkarlarning ko'ziga chiliqib qolmaslik uchun supurgi eshikini eng maxfiy va xoli yo'llar bilan apmag'atdi. Go'yo supurgiga yurti vayronchilik uchirgan ashu bir kechida bir dilli qiyirliq ketgandek belim mukchiyib, peshonasiga qo'riqlar texmi cho'nqirilishib ketgan edi. U eshikka qarab to'xtamay so'zlaydi. Tova, deydi u qo'ynidagi qora mungizlik sapli xanjarni ilib, u yoq bu yoqqa o'rib qarab. Bu xanjar mening qo'limga qachon, qanday qilib tushib qolgandi, bilamsan. Sen orqani uzib qechib tuqqanlaringni izlab yurgan chig'ingda men mushu xanjar bilan qancha lashkarning qonini yerib tashladim. Yo'q, men balkim hech kimni o'ltirmagandiman. Yurtimda hech qanday vayronchilik bo'lmagandi. Choyxonalarning o'choqlarida yana chaynaklar vaqirishib qaynayotgandi. Shahar maydonida yana savdogarlar bozorni beshiq kiyib vongchon qilishayotgandi. Amsa biz nimishqa bu cho'lda tamtirab yurimiz? Sen meni qayoqqa aktyapsan? Supurgi qancha kun yo'l mang'anini, qancha o'tanglarda tunab o'tganini bilmay qoldi. Ishki uni oxiri quyoshdan ulug' shohning poytaxtiga omon eson yetkazib keldi. Shahar darvozasida turgan lashkarlarga bu qitim supurgi obdan haq to'ladi. Shahar sepili texmi egizlab, shoh saroylari, o'rda bog'lari nechasi kengayib, ilgirkidanmi hashamatli tusga kirgan edi. Supurgi shaharning orqa ko'chalariga o'tib, u tar ko'chalarning birida ketib oqsab ketayotgan bir bo'yni to'xtatdi. Tag'a, seningdan bir ishni so'rab beqishni ko'nglim tatib qoldi. So'ra inim, dedi buvay. Bir qancha yilning oldida men mushu yerda Tamtishar laqamli bir kishi bilan tanishib qolgan edim. Uning hozir nada turadiganligini bilamsan? Uningchi, dedi buvay atrofiga qo'rqimsirab qarab. Sen o'zing nadan kelgan odamsan? Men yiroq cho'llikdan keldim. Uni bir yo'qlab qo'yay degan ko'nglim bor edi. Buvay supurgining eshigi yeniga yaqinlab kelib, putining uchini ko'tarilib, supurgining qo'lqiga pichirildi. Atrofda shohning jasuslari chivindan ko'p. Tamtishar yoshirinib yurdi. Uning nomini tilga olsang balo qilasan. Amsa, men uning bilan qanday ko'rishaman? Mushu yo'l bilan mangsang keng bir etizga chiqsan. Etiz yo'llari bilan zerikmay mangsang oldinga yo'g'on bir tup qariyag'och uchraydi. Qariyag'och to'da bir eski kap ko'rinib turdi. Shu yerga berib kapidik soqolli kishidan so'ra. U xolisa Tamtisharning qayerligini sang aytib berdi. Xolimsa aytmaydi. U chaqda sen Tamtisharni izlamayla qo'y. Supurgi bo'y aytgan kapini izlab topdi.
Bu yerdə peşin bilan namozdigar orlig'idagi jimjitlik hukm suradi. Etizliqning kapi turgan tarafida bir eriq suv eqib turadi. Atrof quyosh teptida o'tdek qizib ketgan bo'lsa-mu, eriq bo'yida o'sib turgan yo'g'on qarayog'achning soyasi salqin edi. Baraqsan qarayog'ach shoxlarida qo'g'illarning changalari esilib turadi. Supurgi eshikini shu salqinga tatib to'xtatdi-da, kapining eshigini itdi. Eshik ichinishliq g'ijildab ichilishi bilan supurgining burniga o'tkir bir xushbiroq urildi. Kapi ichi qorong'u edi. "Nima odamsan?" dedi qorong'uliqdan biri. "Men Jahongezdi supurgiman", dedi supurgi. Uning ko'zi qorong'uliqqa ko'nikdi-da, kapining bulungida titilib ketgan eski ko'pining ustida chilim tatib yotgan soqolliq bir odamni ko'rdi. "Kimni izlaysan? O'zing qayoqdan kelding?" "Men cho'l odamiman. Tamtisharni izlayman." "Tamtisharni? Oningda nima ishing bor edi?" "Bir chog'da men lashkarlarga haq to'lab uning hayotini qutuldirib qolgan edim. U menga rahmat aytib, xizmatingga lozim bo'lsa meni izda degan edi." Esimda deb midirlab ketdi soqolliq odam. "Shu chog'da sen mening jinimni bir tilla bilan qutuldirib qolmoqchi bo'lgan eding. Ular sendan 2 tilla so'rashdi. Men hayronman. Sen bir tillani yerga tashlabding, u 2 tilla bo'lib ikki tarafga do'milab ketdi. Men seni sehrgar bo'lsa kerak deb o'ylab qolgan edim." Supurgi kulib ketdi. Oldida turgan odamning tamtishar ekanligini tonidi. "Seni Allohning o'zi qutuldirib qoldi", dedi u. "Shu chog'da bir tillaning yerga tushib 2 bo'lib qolganiga hozirgacha o'zimmi hayronman." "Shundoqmi? Karomatlik olam", dedi tamtishar qo'lidagi chilimini yerga qo'yib. "Xo'sh, nima xizmating bor? Ayt, men senga qarzdor." "Beg'amlar shahri mening yurtim", dedi supurgi. "Shahrimizning oqsoqol yontaq 3 o'g'li bilan mana mush poytaxtda qamoqliq turibdi." "Xabarim bor", dedi tamtishar. "Shundoqmi? U hozir qayerda?" "Mushu shaharda Qo'g'iliq bog' deyiladigan bir vayroni bog' bor. Uning tomlari bakmi egiz. Atrofni lashkarlar qo'g'daydi. Oqsoqol ana shu bog' ichida nazarbandda. Ana shu kishiga Beg'amlar shahrining salomini yetkazib, mana bu xaltini berib qo'ysang, Beg'amlar shahrini Quyoshdan Ulug' shohning lashkarlari vayron qildi. Shahar xalqi hozir bir boshlamchiga muhtoj. U bir ilojini qilib qochsin, uningga yordam qilgin." Supurgi tamtisharning qo'liga bir teri xaltini tutqizdi. "U yerning tomlari bek egiz, muhofazati qattiq", dedi tamtishar xaltini qo'liga ilib. "Sen har qanday tomlardan olib o'talaysan", dedi supurgi uningga madad berib. "Qerdim", dedi tamtishar beshini lang'ishdi. "Shaharni josuslar qoplab ketdi. Shoh meni tutib teramni ta'tir so'yib, kallamni sepilning eng egiz yeriga esib qo'ymoqchi. Mana shunda g'alati soqol qo'yib, uning bo'sog'i senda yoshirinib yuribdiman. Yosh vaqtlarimda qaltis chapdas edim. Naq shohning topani ostidan oltin kumushlarni shaytondek tuydirmay ochiqib ketatdim. Hozir ichim pushidi. Mana shu la'natiy narsani chekib ozroq orom olaman. Xiyolimda shoh o'rnlariga vahim solgan ajoyib chog'larimni eslayman. Xotirjam bo'l. Omonatingni oqsoqolga cho'qim yetkazaman." "Rahmat sana", dedi supurgi. Tamtishar supurgini kapa oldiga uzatib chiqdi. "Xo'sh, o'zing nega bormoqchi?" deb so'radi u supurgidan. Supurgi "Shoh o'rdisiga", dedi-da eshikni xit deb beqindab itni ko'rib ketdi. Eshakning tuyoqlaridan ko'tarilgan qo'yiq chang tinchiq etiz yo'lida uzoqcha esilib qoldi. Supurgi tamtisharning yenidan chiqib, to'p-to'g'ri qalandarlar shoyi tarafga qarab yo'l oldi. Qalandarlar mahallasiga yetib borganda u hayron bo'ldi. Bu yerda o'z vaqtida uning atrofiga chivindak o'lishib, uni eshakdan tortib tushirib, bulab qip-yalang'och qilib qo'ymoqchi bo'lgan qalandarlarning birimi ko'rinmaydi. Qiyshiq uylar, lat-putlar do'langan ho'ylalar tashlanib, teg'am xarobiylashgan bo'lib, qurigan yog'ochlarda och qolgan qoq-quzg'unlar qanotlarini yeyib o'ltirishadi. Tar ko'chalarda qo'soqlari beqiniga chaplashib ketgan lolmistlar qatirab yuradi. "Bu yerda nima ish bo'ldi?" deydi supurgi o'z-o'ziga. "Qalandarlar beshiga biror ofat yog'dimi yoki ular mahallasini boshqa bir joyga ko'chirdimi?" Supurgi qalandarlar shoyi turadigan eski uyning oldiga kelib eshikdan tushdi. Keshaklari ajrab, yiqilay deb qolgan eshikdan engishib kirdi. Qalandarlar shoyi ilgirgidek qordab ketgan bo'ri ustida yukinib o'tiradi. U o'riqlab quruq ustixonga aylanib qolgan edi.
Uning atrofida gijildab yuradigan chivinlar qapqara bo'lib tomlarga qo'nib olgan. Uchichqim madori qolmagan edi. Tam to'rislardagi o'michik to'rlari sangilib, qalandarlar shoyining beshiga yetay deb qolgan edi. Nima odamsan? Dedi qalandarlar shoy. Esandimikin, men oldingi yili seni ziyorat qilib kelgan yoq yurtning qalandariman. Sen shu chog'da qalandarchilik to'g'risidagi ajoyib fikrlaring bilan meni qattiq ta'sirlantirgan eding. Sening bu yerda nima ish bo'ldi? Sening qalandarlaring qani? Sen anladingmi? Yiroqda beg'amlar shahar deb bir shahar bormish. U yerning odamlari noyat to'q beg'am yashaydi ekan. Shahning lashkarlari ana shu shaharni qo'lga olibdidek. Shaharning maydonlarida oltin kumush degan tog'dek do'linib yetibdimish. Har kim berib qo'yinlarni xohlagancha to'shqizvas bo'laveramish. Bu gapni anglab qalandarlarning hammasi u tarafga saldek oqdi. Men sana aytsam, boyliqning o'zi bir izitqo. Mana men umrimda 27 xotin olgan. Shu xotinlardan bo'lgan 100 dan oshiq bolalarim bor edi. Hammasi ketdi. Bu yerda men o'zim yolg'iz qoldim. Shah deganning irodasi shundoq bo'lish kerak-da. Men shu bo'ri ustida o'ltirib, o'limni kutyapman. Xo'sh, sen bu yoqqa nima deb kelding? Sana aytdim tushib, dedi supurgi. Xudoga shukr, dedi qalandarlar shoyi. Men hamda odamlarning esidan butunlay ko'tarilib ketsam kerak deb o'ylab ekanman. Sening bo'lsa majiting tushibdi. Qani so'zla. Sen dunyodagi barliq qalandarlarning hurmatiga sazovor qalandar shoyisan. Seni yiroqlardan yetib kelgan menga o'xshash musofir qalandarning talabini yerda qo'ymas deb o'ylayman. Menga yiliqi quyoshdan ulug' shahning o'rdisiga erkin kirib chiqishga bo'ladigan mustaqdag'ini bir kunlik, yo'q, faqat 1 soatlik oriyat berib tursang. Sen uni nima qilasan? Shahdan yuqoriroq amal talab qilmoqchimi? Yo'q. Yoki sen o'rning ichiga kirib bir tilamchilik qilib bir aql biyib ketay deb o'tamsan? Yo'q. Mening shahning o'ziga aytadigan bir eg'iz gapim bor edi. Ajal bo'sug'ami kep qoldi. Menga endi bu misputikchining lozimi yo'q. Kerak bo'lsa, sen uni bir kunlik, 1 soatlik emas, manguga berib dey. Meh, ol. Qalandarlar shoyi mis taxtini bo'ynidan ilib supurgining oldiga tashladi. Supurgi bir saroyga tushib obdan hordiqini ilib, atsi deganda eshikni mol bozoriga ilib bordi. U yerda bir kambag'al kishini chetga tortib, eshakni arziniga sotdi. U eshakni yiliqi yamoq chapan dehqonga bekorg'ilib berib etmoqchi edi. Lekin uning boshqa bir gumonlarga kelib qolmasligini o'ylab, uningdan ozroq pul ilib sanab qo'yniga soldi-da, soldi. Odatda u eshakni sotganda hargizmi chulvirni qo'shib berib etmaydi. Bu qitim u eshakni chulvir ustidagi uchiliqi bilan qo'shib berib etdi. Hey, vafodor jonivor, dedi u eshakning beshini siylab. Endi sen meni izlab yurguchi bo'lma. Uqamsan. Shu tap degan to'p-to'g'ri o'rdaga shah bilan ko'rishishga bordim. Balkim bugun men shu yerda u dunyoga safar qilaman. U dunyoda bo'lsa eshakningmi, ega to'qimningmi kirki yo'q. Supurgi mol bozoridan orqasiga qaramay qaytib chiqib, chaponlarini qiqishtirib, uzul shah o'rdisiga qarab maqdi. O'rdaga boradigan daraxtli keng yo'lda amaldorlarni ilib ketayotgan niyosidaq mapilar. Ig'ir qurollarni sharaqishib, u yoq bu yoqqa o'tishib turayotgan lashkarlarning hammasi uning nazarida yo'q edi. U go'yo havoda laylab ketib qolgandek xiyoliy bir tuyg'u ichida olg'ilgirlaydi. Supurgining ro'yi umrda mundoq ko'tarinki bo'lib boqmagan edi. Shu topda u go'yo shah bilan suhbatlashmoqchi bo'lib ketib qolgan elchidek. G'albi tug'ni topshirilishga mang'an qo'mondondek mag'rur ketib boradi. Yaratgan egim, bugun o'zing menga bir madad qilgin deb pichirlaydi u. Men ojizlarning intiqomini olish uchun xatarga tavakkul qildim. Sen bo'lsang ojizlarning qo'llag'uchisisan. U dunyoga borganda hamma odam o'zining yaxshi yomon qilmishidan senga hisob berdi. Haddidan oshqanlarni sen yana bu dunyoning o'zida adablab qo'ya olaysan. O'rdining haybatli darvozasi ko'rindi. U yerda jizakchilar tayoqda qaytib turishadi.
Süpürge temtirmey, xuddi o'rniga doim kirib chiqib turadigan xizmatchilardek mengib birinchi, ikkinchi jizakchilardan o'tib ketdi. Darvozalar, choparmanlarning beg'amlar shahardan kelgan g'alba xabarini bir-biriga yetkazish bilan mashg'ul edi. Orada ichida shu munosabat bilan shoh lashkarlarga 2 oylik choy puli qo'shib bergidek. Barliq amaldorlarning amalini bir daraja o'stiramish degandek gap tarqalgan edi. Supurga 3-chi jizakchilarning oldidan o'tganda uni lashkarlar vaqirab to'xtatdi. "Hoy, sen nima odam? Jiningdan to'ydingmi? Nimishqa usib o'tib ketyapsan?" "Men o'rda amaldori bilan ko'rishmoqchiman", dedi supurga musbat kuchini ko'rsatib turib. "Nima ishing bor? Ishimni sana aytishga bo'lmaydi." Lashkarlar supurgini bir amaldorning oldiga kirdi. "Men podshoning o'zi bilan ko'rishiman", dedi supurga hiliqi amaldorga. Lashkarlar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Amaldor gumon nazar bilan supurgining beshidan oyog'icha ko'z tashladi. "Nima ishing bor edi?" deb so'radi. "Sana aytishga bo'lmaydi. Xon bilan uchrashishimni kechiktirsang, o'zing beshingdan ayrilsan. Darhol shohga ma'lum qil", deb eshik sotgan pulni asta amaldorning yonchiqqa sho'ng'itdi supurga. Amaldor oldirab bu ishni o'rdishiga ma'lum qildi. U yana bir amaldor shabashlab chiqib keldi-da, "Sen kimsan?" deb so'radi supurgidan. "Men Jahongezdi supurgi bo'laman", dedi supurga. "Yiroq bir cho'llikdan keldim. Shohning o'ziga topshirgan muhim bir omonat bor. Bir tumar ekan desanglar ulug' shoh o'zi tushunadi." Shoh xabar yetkazildi. Tumar degan gapni anglab podsho o'ylanib qoldi. Uning otasi Quyosh shoyi vafot bo'lish oldida bir tumar putgan va bolalarini oldiga yig'ib, "Men o'lgandan keyin shohlik taxtini talishib azarlashmanglar. Men mushu tumarni kimning bo'yniga isib qo'yib olamdan o'ssam, shohlik o'rnim uningga taalluq bo'ladi", deb vasiyat qilgan edi. Quyoshdan ulug' dadisi o'lgandan keyin barliq taxt miroslarini ko'zdan yo'qotib taxtga chiqqan bo'lsa-mu, bu tumarni hech kimning bo'ynidan topolmagan edi. Uning o'rnidan qochgan kichik shahzodani izlashimi ana shuningdan edi. Jallodlar shahzodaning beshini keldi, lekin tumar yo'qolgan edi. "Uni oldimga kiringlar", dedi shoh. Lashkarlar supurgini shohning oldiga kirgizish oldida uning yollarini aqtirib ko'rmoqchi bo'lishgan edi, supurga yo'l qo'ymadi. "Yanimda faqat shohning o'zini ko'rishga tegishli bo'lgan maxfiylik bor", dedi u. "Hech kimning yaqinlashishiga yo'l qo'ymayman." Shoh bu xabarni anglab, uning yenini aqtirmay yetkazib kelishga buyurdi. Lashkarlar supurgini fontanliq bog'ning ichidagi bir qancha shiyponlar qishidan o'tkazib, qandoqdir bir ichkari tashqari qo'rovlarning egmi yo'li bilan shoh turgan xos hujraga yetkazib keldi. Supurgi ko'rdiki, uning ko'z oldida Ayshi Ishrat, buzuqchilikdan chiroyi zaiflashgan bir maxluq turadi. Shohning taxtini bezab turgan oltin, kumush, yaltirab turgan qimmatli toshlar, ustidagi shohlik to'nini hisob qolmaganda, u odat shahar ko'chalarida har kun uchrab turadigan qandoqdir bir mug'ambar ramchi yoki ong vaqti taliblarga o'xshaydi. "Hurmatli shoyim", deb uning oldiga tiz cho'kdi supurga. "Men na vatanimning, na uy makonimning tayini yo'q. Shahar kezib yuradigan bir sayoq. Xudo yo'lida hammaga xolis xizmat qilg'uchi, hamma shohlarni o'xshashlar izzatlig'uchi bir jahon kezdiman." "Gapingni qisqaroq qil", deb uning so'zini bo'ldi shoh. "Janobingizning o'zigila, faqat o'zingizga aytishga tegishli bir sir bor edi. Mana, jafo chekib shuncha yiroqlardan shu ish uchun huzuringizga kelib o'ltiribdiman." "Ayt", lekin, deb supurgi atrofiga qaradi. "Sizlar chiqib turinglar", deb shoh hujra ichidagi barliq xodimlarni chiqaribdi. Uy ichida shoh bilan supurgila qoldi. Aradan qanchalik vaqt o'tganligi esimda yo'q, deb hikoya qildi supurga. "Bir kuni notanish bir yezining yenidan eshikimni minib o'tib ketayotgan edim. Yezining yuqorisidagi ko'rib beshiq bir to'p odamning o'lishib olganligini ko'rdim. Mendek jahonkazlar qayerga odam o'lashgan bo'lsa, shu yerga berib qiziqchilik ko'rishga xushtor bo'ladi. Darhol eshikimning beshini shu tarafga burdim. Berib qarsam, to'pning o'ttirsida bir narasining jasadi yetibdi. Jasadning beshini kimlardir kesib ekitibdi. Odamlar hayron bo'lishib, bu ishning sababi ustida g'ulg'ul qilishibdi. Shu chaqda yerda to'piga milinib yotgan bir qop-qora narsa ko'zim tushdi. Qo'limga ilib qarsam bir tumar. Tumarni qo'ynimga soldim-da ketib qoldim. Xoliroq bir joyga yetib berib, bu nima xosiyat tutilgan tumarkin deb qiziqib, tumarni ichib o'qidim. Uningga yozilgan so'zlarni aqlsiz kallamni bo'lishiga ishq selib uzoq vaqt muloyiz qildim. Va oxirida bu tumarning janobiylarga taalluq ekanligiga ishonib, yiroq yo'llarni besib huzurlariga yetkazib keldim. "Tumar qani", dedi taqatsizlangan shoh. "Tumar mana", supurgi qo'ynidan tumarni ilib shohga ikki qo'llab sundi. Shoh tumarni olmoq bo'lib oldiga engishi bilan
uni kuch bilan bir tortibla taxtdan tuvanga so'rab tushdi-da, uning bo'g'ziga xanjar urdi. Mana bu beg'amlar shahrida begunoh qirilgan fuqarolar uchun, dedi u. Ikkinchi pichoqni supurga shohning naq yuragiga urdi. Mana bu erlardan ayrilgan mazlumlar uchun, dedi u. Üçüncü pichoq bilan supurga shohning qornini chuvib tashladi. Mana bu gunohsiz o'lgan norasidlar uchun, dedi u. Shohning beshi bir tarafga qiyisib, ko'zi supurgaga tikilganicha qaytib qoldi. Qummasqan shahri romani 3 bobdan tashkil topgan. Birinchi bob o'qib tugidi. Beg'amlar shahri vayron bo'ldi. Ammo Jahongir supurga qissasini oldi. Kitobning asosan 3dan 1 qismi tugab bo'ldi. Keyingi yana 2 bo'lak bor. Birinchi bo'lak tugadi. Ertadan boshlab ikkinchi bo'lakni o'qishni davom qilamiz. Yantoq oqsoqol urush qilaylimi, qilmaylimi deb maslahat qilgan vaqtida maslahatni kimga soldi? Savdogarlarga soldi. Savdogarlar hammasi yiliq xotini, yiliq mili, yiliq saroylarini o'ylab chiqim bo'lmasin deb bu urushdan voz kechdi. Ammo oxirida hech nimasi qolmadi. Jinimi, bolasimi, milimi, jutimi hech narsa qolmadi. Demak, bir ishni kim bilan maslahatlashish muhim. Qaysi maqsaddagilar bilan maslahatlashish muhim. Qanday odamlar bilan maslahatlashish muhim. Biz yangi kelgan vaqtimizda tunji bo'lib ijara o'tgan uyimiz. Demanda chiqsaq bir do'ngning tepidagi uy edi. Jiroqda bir nima ko'rinadi. Tog'. Ash tog'ning bag'rida shu taxminan 20-30 kilometr jiroqlikdagi tog'ni bilmayman hozirmi. Unji vatan deb yozilgan xat bor-chi. Biz kichkimizdan vatan manfaati hammadan a'lo, ana yurting aman bo'lsa, rangi ro'ying samon bo'lmas deydigan maqollar bilan, shundoq shuarlar bilan cho'ng bo'ldik. Ammo rangimiz sog'irib, qancha boyolab ketsak, men yerda bu yabanchi. Kelgünde. Set qopal desek kelgünde. Manglur. Ashta bo'p shu salohiyatni to'shib yurayotgan vaqtimizda vatanning, yurtning naqadar muhimligini his qildik. Jandimmi, moldimmi, xotin boladimmi, hamma nemadan. U bo'lmasa hech nima bo'lmaydiganligini his qildik. Qummasqan shahar romanini hammalarning o'tirib o'qishinglarni bek tavsiya qilmayman. Bu yerda naq maydon o'qigan bo'ldim. Bu yerda men faqat o'zimningki ana til saviyamni yuqori ko'taray dedim. Nutqimni yaxshilay dedim. Sizlar bilan shundoq bir ham suhbat shaklida o'qay dedim. O'zimningki kichik chog'larimda to'xtamay kitob o'qiydigan o'ylida shu bir o'tirib olib o'qsaq bir romanni tugatib boshlab qiyib ketadigan shu zamonlarni esligim keldi. Nadir asarlarni o'qish kerak. Bu bizningki datbosgan qalbimizni, xiralashib qolgan umidlarimizni, ko'zimizning o'chayotgan nurini asta-asta asli keltirdi, parıltidi. Davomli o'qiymiz. Boshqalarga tavsiya qilib qo'ysanglar, rahmat, Alloh razı olsun.